Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga nima uchun aynan bugun Greenleafga hamkor bo'lib, unda ish boshlashingiz kerakligini 99.1 nazariyasi bilan tushuntirib beraman. Unga ko'ra bizga ikkita uchburchak kerak bo'ladi. Bittasi to'g'ri va bittasi teskari holatda bularga sonlar yozib chiqamiz. 1 9 90 99 1 deb. Bu nima degani? Bu pul, bu joyda pul, bu esa insonlar. Bu 5 yilgacha muddat, 6 yildan 10 yilgacha muddat, 10 yildan cheksizlikgacha bo'lgan muddat deb oladigan bo'lsak, agar siz istalgan faqat Greenleaf emas, istalgan korporatsiyaga yoki kompaniyaga kelayotganingizda aynan mana shu qismida keladigan bo'lsangiz, ya'ni 1 va 5-yillarda keladigan bo'lsangiz, siz 1% insonlarning qatorida bo'lasiz va korporatsiyani, kompaniyani 90% pulini olasiz degani. Agar siz 6 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatda keladigan bo'lsangiz, 9% insonlarning qatorida bo'lasiz va korporatsiyani 9% pulini olasiz degani. Agar siz 10 yildan bu yog'iga keladigan bo'lsangiz, masalan 50 yil, 40 yil, 30 yil, 20 yil ishlaydigan korporatsiyalar, kompaniyalar bor. O'shalarga 10 yildan pastiga keladigan bo'lsangiz, siz 90% insonlarning qatorida bo'lasiz va 1% gina pulini olasiz. Greenleaf O'zbekistonga kirib kelganiga 4 yil bo'ldi. Demak, biz hali bu joydamiz. Agar siz ham hali ham ikkilanayotgan bo'lsangiz, mana shu nazariyani yaxshilab ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. 1% insonlarning qatorida bo'lib, korporatsiyani 90% pulini olish imkoniyati hali ham sizda bor. Agar sizga Greenleafda daromad qilish, ishlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va men sizga to'liq ma'lumot beraman va hamkorlik shartlarini ham tushuntirib o'taman.